Xo'sh, do'stlar hammaga salom. Darknet haqida va Farmstretch haqida sizlarga gapirib berishim kerak. Chunki biz hozir 2.999 bo'ldik, 3 million juda ozgina qoldi. 3 million bo'lgandan keyin 3 million o'zimizda nishonlaymiz. Undan keyin asosiy katta nishonlash obunachilar bilan birga bo'ladi. Xo'sh, kuni o'zi ma'lum aslida, lekin biz davlat tomonidan GOVDdan ruxsat olamiz va mana shu ruxsat chiqqungacha biz buni e'lon qila olmaymiz, chunki davlat tomonidan ruxsat berilgan bo'lishi kerak bizga. Xo'p, ana hozir bizdan nima kutyapti? Bizga GOVD javobi kutyapti. Ya'ni GOVD ruxsat bersa, biz mana shu Farmstretch o'tkazamiz. Xudo xohlasa katta foiz ruxsat beradi, chunki yomon ish qilmaymiz. Xo'p, YouTube video Darknet ham ruxsat bergandan keyin chiqadi. Ya'ni GOVD ruxsatini kutamiz hozir. Shuning uchun ham sal sabrli bo'lsanglar, xudo xohlasa sizlar kutayotgan kontent chiqadi. Va menimcha shu ertaga 3 million nishonlash streamimiz bo'ladi. 3 million bo'lamiz. Qolgan kunlari esa Darknet va Farmstretch targalik va Farmstretchdan stream bo'ladi. Xullas bu yoq partiyada aloqada bo'lib kuzatib turinglar. Va Telegram bilet qotyapti. Hammaylar muhim eshitinglar.